Biz hozir Aloqotu mahallasiga o'sha akamizni xonadonlari kelganmiz. Akamiz o'rtoqlar ekanlar. Yashayotgan xonadonlari. Shu ichki yashaylar. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Charchamoqsizmi? Sog'lik, salomatlik yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Opajon, kecha oqshom Telegram orqali murojaat qildingiz. Shu o'zi murojaat yuzasidan biz mana hozir qahramonimiz oldilariga keldik, opamiz oldilariga. Nima masala bo'yicha murojaat qildingiz opajon bizga? Shu bolachamni yordam so'rab. Bu bolaga nima qilgan? Sudurga berib miyasiga qon quyilgan. Necha yosh farzandingiz? 1 yosh. 4 yosh. Olib bordingizmi doktorlarga? Ha, olib bordim. Qayerga olib bordingiz? Nima qo'ydingiz? Nima dedi? Necha kun ketar ekan? Shu masala bo'yicha batafsil ma'lumot bersangiz. Toshkentga olib bordim 4-5 marta. Yana olib kelasiz dedi, katta sharoit bo'lmadi, olib borolmadim. Necha nelar chala qilib ketdi. Samarqandga ko'p tarmoqliga davolanamiz. Necha yildan beri davolanasizlar? Tug'ilgandan beri 4 yildan beri. 4 yildan beri natija bormi? Ha, bor, ancha o'zgarish bo'ldi. Qo'l oyoqlar qimirlamasdi, mana qimirlab qoldi. Qo'l oyoqlar, ha? Oyoqchalari ag'darilib qoldi. Oyoqchalari-chi? Oyoqchalar ishlaydimi? Yo'q, o'tirolmaydi. O'tirolmaydi. Yurmaydi. Ismi nima buni? Sunnatjon. Sunnatjon, yana qayerga olib bordingiz? Urgutga. Urgutga qayerga olib bordingiz? Shu Urgutga faqat o'zimizda isitma qilsak davolatamiz. Davolatasiz. Sudurga berib qolsa, birinchi yordamga boramiz. Oilaga faqat mana akamizning turmush o'rtog'ingiz qani o'zlari? Mana shu yerdaman. Oila boshlig'i o'sha kishi. Ha, o'sha kishi. Aka keling bu yerda o'tiring, hijolat bo'lmang aka. Bitta ish kishi ishlaydi. Aka siz qayerga ishlaysiz? O'ramasga. O'ramasga zavodgami? Yasmita chiqaman. Necha oylik olasiz? Sir bo'lmasa. Aytayring, hijolat bo'lma. 2.200 ming. 2.200 ming. Barchalar nechta yanga? 3 ta. 3 ta farzand bormi? Bu ikkinchisimi bu? Ha, bu o'rtanchasi. O'rtanchasi. Buni shifo davosi bor ekanmi? Ha, bor, davolatsa bo'ladi mana. Necha pul ketar ekan shunga? Endi bitta davolatish bilan bo'lmaydi. Bir davolatishiga 7 million, 6,5 million ketar ekan. 3-4 davolab ko'ramiz dedi doktor. 3-4 davolab ko'ramiz dedi doktor. Shunami? Buniki nervdan ekan, nima ekan buniki? Shu nervdan deyapti. Nervdan deyaptimi? Aniq bir mutaxassisga ko'rsatdinglarmi? Ha, shu